Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Kunlaring xayrli bo'lsin. Mana bu karmen noklarni ko'chiryapmiz Toshkentga. Xudo xolasa oldin ham chiqarib yuborganmiz. Xo'p. Bular hozirda meva qilib turibdi mana. E'tibor beramiz. Mana mevalar qaranglar. Bu mevalarni mana ko'ryapsizlar meva. Endi mana bu yerlarda mana mevani ushlab bo'lgan mana. Mana mevani qarang. O'ta serhosil bo'ladi. Bu 2-3 yildan zo'r daromad beradi. Mana bu yerda mana kivi noklarimiz qaranglar. Mana meva quyapti mana. Har bitta shoxida 5 dan 10 tadan mevasi bor. Mana qarang, e'tibor beramiz. Bundan tashqari mana Pink Lady olmalarimiz, bular ham meva ushlab yotibdi. Ko'chalarga kirsa bemalol murojaat qilaveramiz. Yetkazib beramiz, qayerga bo'lsa pochta xizmatlari bor. Bu nokdan hozir 100 ta ko'chirib, keyin shaftolilardan 100 ta ko'chirib jo'natishimiz kerak Toshkentga. Bizda e'tibor beradigan joyimiz eng yaxshi qualilikda qolsin. Yaqinlarga muloqot qilamiz. Bizda yil 12 oy ko'chat ekilaveradi. Yil 12 oy. Hatto qahraton qishda ham, jazirama yozda ham. Nimagaki biz hatto Arabistonlarga ham ko'chat jo'natamiz. Arab Emiratlariga ham jo'natganmiz. Ko'karyapti, xudo xolisa ular ham xursand. Sizlar ham xursandchilik uchun like bosib